Yaxshimisilar do'stlar, men sizlarning 100 tuvan xijaljon do'stinglar yandimbayan. Yap-yosh yigitning qaltiga nima uchun ishlamas bo'lib qoldi? O'rni xato yavog'an erkak nima uchun jimiku kiyib yuradigan bo'lib qoldi? Professorning ko'kirib ishtiniga patmay qilishiga zodi nima sababchi? To'mirchi Akash chechini zodi qayerda budir qilgandi? Bu miros davosimi yoki muhabbat qavg'osimi? Bu savollarga qiziqsangiz, diqqatingiz bugungi sonda bo'lsin. Noma'lum bir o'rinda saqlanib turgan olim qutisi yaqindan yoq sal o'zini bosolmayotdi. Olimlar kech-kunduz tadqiq qilish orqali shonning tok besimining sal turaqsiz bo'lib qolganligini his qilib, lekin amaliyat shundaqmi? Yo'q. To'satdan bu qutining ichidan bir qo'liga nayz ko'tarib olgan yigit paydo bo'lib qoladi. Obdan jim turgan bu yigitning o'ziga hech qanday tahdid ilib kelmayotganligini his qilgan yakchashma uning esiga qo'lidagi nayzini askartib qo'ydi. Efendim, "Avu qo'lingizdagi nayzini ishlasangiz bo'ldi-jimi? Siz bunda jim turib olsangiz, sizni urdiganga bir bana sabab topamaymanki." Bu yigitning muzdek paqirab turayotgan bu qaltiga ajoyib xislatlik bo'lib, kimga tegsa shu gap anglaydigan bo'lib qoladi. Boshag'magan bollaga chilan qaltikka dora. Sening adıming mening bo'ldi, yomon bo'lsang kela o'ynayli. Ko'zi ko'rzang paynakning bishiga dassab o'ynayli. U o'zining o'sni jamoli va sirli xisilti bilan bu yerdagi cho'ng kichik hammalarni o'ziga qartib, olam qutisini ilib qochib ketadi. U ozdirib ketgan odamlarning ichida yakchashmaning eng faxrlik o'g'lonlaridan biri bo'lgan dangliq o'qyochi, kichigidan boshlab apidiyonni savizga milab yeb cho'ng bo'lgan xalq orasida lochin ko'z deb nom olgan yigit Badunmi bor edi. O'zining qo'l ostidagi aron-test shinji qilgan jonxovlarini nadin kelganini ufqini bo'lmaydigan bir so'ymining olib ketganligini ko'rgan yakchashmaning oxiri o'zining uzun yildan yoqi yig'ib tayyorlab qo'ygan jamiyatdagi ini bolalarni yig'ishni qaror qiladi. Qizlar yo'q so'ringa kelmaydigan bu bolalarni yig'ish uchun cho'qim tataras qizdan birini avatish kerak-da. Lekin u avatmoqchi bo'lgan bu qiz jiroqda 3 er kishidan tayoq yebattirdi. "Yo, ismingiz nima dedingiz? Ayporshamu Shashanami?" "Eras. Natasha, to'xtang. Sizning telefoningizdagi rasmlaringizni bir ko'rib baqay." Natasha nim qilsang qil telefonimdagi suya rasmimga yetishma deb chachirab qopib urdiganni urib bo'ldinglar. Amisi savatni bo'g'ayli deb bularning jadisini berdi. Gap qiling. Ey Natasha, shandinjining dadi bar. Yakchashmening dadi bar. Yer sharining dadi bar. Oy, nima deydigansiz ey? Siz hozir berib, yeshil darozini terik turmay, jeli qilmay, akiltib qo'ldab bir akiling, Mana bu palvon qiz Natasha Romanov buyruqqa binoan yer sharidagi normalsiz odamlarni yiqqida yo'lga chiqadi. Ularning biri o'rni xato yeb ko'kirib ketgan mijazi sapra, jilxo dunyodagi supta eng yaxshi ishtonni kiyib olgan yeshil darozi odam Xo'k edi. Okay, biz tuvanda uni bir ziyorat qilib o'taylik. Yaxshimisiz doktor Banna? Sizdan bir to'rdashlar bak qiziqadigan savolni so'ray. Siz yo'g'onganda hammeringiz tang yo'qadamdi ya? Ya mening demoqchi bo'lganim, sizning jasoratingiz, yuragingiz degandek hamma narsalar shunday tang yo'g'inamdi. Aras, sizning ismingizda nimishga Banna deydi? Ya siz ya Shishong Bannalikmi ya? Meylida Shishong Banna, Lyobuju dipama. Yana birisi bo'lsa, to'g'rini to'g'ri yegan 80 yoshli qiz do'sti bor, lekin o'zi qiyirmaydigan, badaniga shipni jimikuni kiyib, qo'liga qozonning tuvug'ini ko'tarib olgan, har qanday vaqtda oliyjanob gap qiladigan Amerika dodiyjonsi Rojes edi. Okay, Rojes afandim, nurg'un to'rdashlar qo'lingizdagi mush qozonning tuvug'iga yomon qiziqyapti. Mush to'g'riliq ikki qiz tushuncha bera olamsiz? Kichik vaqtimda bir qitim qozonga o't ketib, men vaqtida tuvoqni opamga ilib bera olmay, o'shanning tegi kuyab bo'lini sip qaptiki. Opamdan toza tilangildim. Shuningdan yoqi qo'limda har vaqt tuvoqni ayirmaydigan bo'ldim. Intayin tukuyoq javobdan birini berdingiz. Qani, biz damliq kino qaytib kelaylik. Yana bir yigitni tanishtirmasammiz sizlar bilasizlar. U bo'lsa-mu bizning hammadan yoqtiradigan obrazimiz bu Shogun palvon Tony Stark. U bu vaqtda oldira Shashuydoning shavatdi. Okay, biz Rokiga qaytib kelaylik. Roki o'zining odamlarini yig'ib osmondan to'shik ichib yiroq yoqi yurtdagi tuqqanlarni yer shariga ko'chirib kelishni maqsad qilyapti. U bir yig'ilishdagi odamlarni tutqun qilib, ularni bo'ysundirmoqchi bo'ladi. Qasing tizlinib akade. Hozirtigi xalqni akada deyotgan Roki bu Shogun palvon bilan kapitanning kelganligini ko'rib, "Xapoma deyibchi aka" deb qo'yib asta o'ltirib oldi va ular tarafidan qalqon organiga yollanib ilib mangdi. Yerim yo'lga kelganda havo tuyuqsiz buzilib o'zgardi. Osmondan bir bozg'in ko'tarib olgan bir cho'ng dembovdan birsi uchib kelib, Rokini ilib qochib ketdi. O ne bo'lsa, "Yey, haqirtib qo'yib ko'z oldimdan bizning so'rindagi bolalarni olib qo'yib-atamsa" deb kaynidan uchib chiqib ketdi. Kapitan bo'lsa, "Yey, shuni degina, mani manda qiladi" deb kaynidan uchay deb turishiga
o'zining ucholmaydiganligini his qilib, asta parashyutni ichib haydidan sakraydi. Rokini akatgan bu cho'ng debov amaliyotda chaqmoq ilohi so'r bo'lib, jamiyatga boldurli chiqib ketgan enisini uyga qaytirib kelish uchun kelgan edi. Nodonlik qilyapsan Davkam. Odam sendan g'azab ansiryapti. Oldir uyga qayt. Bir obdan qonaltir qaqadigan o'niringni tashlab etma. Yoshlik degan ashpashlik uchun mundaqla o'tib deyil. Qanday o'tib ketdi? So'rni tuyuqsiz ip ketgani amaliyotda yoshlik emas, Stark Polat tavlash zavodining boshlig'i edi. So'r inisining oldida oqsa tarbiya qilib olsa, Toni uchib tushib nim bo'ldi deb so'rab qo'ymay galash qilish urib ketdi. Buningdan so'r darg'azabga kelib, qanaltir, akang qarg'ay sendek eski qalayda nelerni g'uljining o'gizlariga qiqib etgan deb maydisiga bolqini kayn-kayndan uruydi. Dal bu chaqda Iroqdan kapitan kelib qoladi va anglasam mishada bir yaxshi qanaltir qaqadigan ustamni bor deydi. Mavu momamdan qolgan qozonning to'qini hapamay bir urib tutqisini chingitib bergan bo'lsangiz deb o'tinadi. No'chi materialdan yasalgan bu tuvoqni ko'rgan so'r hayajonlanib ketib, bir urishi bilan jahon tinjib ular do'stlardan bo'lib qoladi va Rokining so'rning inis ekanligini anglab, oyamatdagi bir lodi cho'nglik yozurga boshlaydi. Qarmoqqa bular Rokini kontrol ostiga olgandek turgani bilan amaliyotda Roki o'ngishli qoldi oyamatkining ichiga so'qinib kirish planini amalga oshirgan edi. Bu bir necha normal bo'lmagan insonlar Rokining domiga tushib, bir-biri bilan olam qutisi to'g'riliq talash-tortish qilishga boshlaydi. Dal mush vaqtda Lochin ko'z bu palvonlarning salomatligini ko'zda tutib, yozning isig'ida Kongtao ziyon qilib qolmasin deb bir obdan osmonda uchayotgan oyamatkiga o'q chiqarib, Kongtaosini buzib tashlaydi. Odam bormi? Darhol bizning remochi Bushugangni chaqiringlar. Bak, isib ketdi. Buning bilan Bushugang palvon buyruqqa binoan shuncha dushman tursa yo'qotmay berib Kongtao o'ngshashga kirishib qoladi. Ma qolaymqonchilikni ko'taranmagan banlar sapira bo'lib, terikib, jiyli bo'lib, sig'ishib, ko'kirib, tatirib, xavfga o'zgarib, jurg'onni uradi va bu issiqni yondirish uchun Natashani kayindan qo'g'lab ketadi. So'r bo'lsa, "Aka qo'sang, men bilan mushlash" deb birga bir itishidi. Bu chaqda Polat polvon yanada qiytiqinib Kongtaoni o'ngshavatadi. So'r Xokdan umrda yeb baxmagan tayoqni yeb ketadi. Bu chaqda bir hujumchi aeroplan yeshil darozini o'q tutib, diqqatini tortadi. Yeshil daroz bo'lsa, "Vo, sen bilan bu yerda o'ynab vaqtni isrof qilgucha, talog'i chiqib dafijilik qilaychi" deb aeroplanning ustiga chiqib toza doli qiladi. Natasha bo'lsa, kaynidan qo'g'lab kelgan Lochin ko'zni tamg'i ishkini ustirib, esini topqizib qo'ydi. Demak, yigitingiz esini topolmasa, tamg'i ishkini ustirib etsangiz kifoyda. Bu vaqtda Bushugan polvon texicha astoydil Kongtaoni o'ngshavatadi. Oho, kino tugay deb qoldi. Texicha o'ngshab bo'lolmadi. Ya bir poqqa asqatmadi. Alayda xodim ko'rsin bo'lsa, vazifasini ado qilish yo'lida sharaflarcha qurbon bo'ldi. Bir sabdishi o'lgandan keyin bu bir to'p g'alati maxluqlar oxiri o'shini topgandek bo'ladi. Hamda birlashib Rokining razil suiqasdini beshit qilmoqchi bo'ladi. Topalangdan to'g'ash o'g'irlagan Roki doktor Erxning yordamida olam qutisini ishiltib, osmondan bir to'shikka jibitadi. Oxiri Kongtaoni muvaffaqiyatli o'ngshab bo'lgan Bushugan polvon bo'lsa, o'zining tatlishib ketgan kiyimini kiyib, Rokining turishlik o'rnini topadi. Hamda vaqt tejash uchun Rokini gapga tutmoqchi bo'ladi. "Ukam, seni kichik deb akangning yuzini qilib, bizmi gap qilmagan edik? Kichkim deb qo'ysak pek eshib ketding, ha?" Qanaltir, to'la vari qilma. Elim man qangni qitsa, uningdan ko'ra, senimi o'zimning sho'rkisi qilib olay. Men kaltikimni sana sanjisam, sen labbay deyalamsa. Oy, kaltikim ishlamaydi-ku. Ukam, yash turib qaqqa mas'ul qapsa, kaltiking go'nchilik ishinib ketma. Bu gapni g'ururiga ib ketgan Roki Tonini gajgisini ishtirib, binoning ostiga cho'riydi. Toni bo'lsa, o'diqmay, terikmay, tamtirmay, zerikmay, yingdan yasab bitdagan dobuluqsini ko'sardimi tez almashtirib, Rokiga bir pay o'qatadi. Dal mushchaqda osmondagi to'shikning ichilishi bilan bir to'p sattin-sat xoban haydib olgan qurt qo'ng'izlar kayn-kayndan kelishga boshlaydi. Ular butun Nyu-York shahrini ostin-ustin qilib o'tadi. Bu bir to'p qisaskarlar bu osmondan tushgan qurt qo'ng'izlarni yer bilan yaksan qilib etdi. Daduyjang bo'lsa, hayotin yoqi ochchig'inga oyva davatgan Xokni hamda qo'pab o'zingni qo'yvat bo'ldi maydon seninki deb tashab berdi. Butun Nyu-York eng xatarli holiga kelib qolganda, yuqori darajali katta boshlar Nyu-Yorkka yadro quroldan birini otadi. Toni bo'lsa bu yadro qurolni Nyu-York tushsa shirkatning vayron bo'lib ketishidan ansirab, bu yadro o'qbishini xuddi gemroyning do'risini to'shib tiqib etgandek qiplib etadi. Tonining tashqilat odamlarining bosh apparatini portlatib bilan tang osmondagi to'shik taqilib ketadi. Dushmanlar vayron bo'ladi. O'zining yolg'iz qilib qolganligini his qilgan Roki xatoligini tunib qattiq vaqiraydi. Nemanchilar qilsizlar akaydilar. Men bir kichik baliq. So'yma. Buning bu deginiga yeshil daraza kart to'yg'izib etdi. Toshqinot odamlari quyrug'ini xadi qildi. So'r bo'lsa, inisi Roki bilan olam qutisini ilib o'z yurtiga qaytib ketdi. Bu mushunda qisqa ham tayin yo'q hikoyati. Men demayman desam sizlar zo'lab degizdinglar. Endi boshdan oxiri totototla qildigan narsa bu. La qo'ypasa gang teshaning kiyimini almashtirdiganmi ovoz bersam bo'ladi. Amaliyotda dunyoni qolaymagan qilayotgan mushlarmi kel deb qolaman. Dunyoni qutuldirman deb avorolmay mushlarni bir davolab qo'ysak, amaliyotda dunyo tabiiy tinish bo'ladi-da. Bo'ldi bas. Men sizlarga Guanju densan jo'nfami qilmayman. Men berib, to'rdik odam tilaydigan manqishimlarning jibojasi kirib, apa bega o'qish bo'ldi shu olivay.
Pamiyu. 抖音。